Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Barlık Şarkı Türkistanlık aziz qarindoshlarım. Bugün biz ata-bobolarimizning Şarkı Türkistanning mustaqilligi uchun, biz kelgusi ummatlarning Xitoy tajovuzlariga qul bo'lmasligi uchun qanchalik bedel to'laganligi va qanday kurashlarni ilib berilganligi haqida to'xtalib o'taylik. Chunki ata-bobolarimiz o'zining tarixini bilmagan, o'zining kelgusini yaratolmaydi degan ekan. Biz bu tarixni yaxshi bilish orqali Xitoy tajovuzlarining qanchalik hiligar, saxtipaz va nomussiz ekanligini bilib olamiz va o'zimiz ilib berayotgan Sharqiy Turkiston mustaqillik kurashining mohiyatini, ma'naviyatini va qanchalik muhimligini his qilib chiqalaymiz. Xitoy tajovuzchilari o'zi mayli qanday holatda bo'lsin, mayli qanday kishi hokimiyat beshiga chiqsin yoki hokimiyatlar almashgan taqdirdami, necha yuz yillardan beri ular Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilib, Sharqiy Turkiston xalqini qo'l qilish uchun turli planlar tuzayotgan, tayyorlik qilayotgan edi. 1750-yili Xitoy tajovuzlariga fursat kelayotgandek edi. Chunki Sharqiy Turkiston xalqi har xil fitna fasodlarga, har xil tafriqchilik va bo'lgunchiliklarga berilib, o'zaro talash-tortish qilayotgan, har xil guruhlarga va jamoatlarga bo'linib, ba'zi kishilar payg'ambarlik da'vosi qilayotgan. Sharqiy Turkiston xalqining birligi parcha-parcha bo'lib ketgan edi. Sharqiy Turkiston xalqining bu ahvollarini kuzatib turayotgan Xitoy tajovuzchilari 1759-yili Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilish uchun rasmiy hujum qildi. Sharqiy Turkiston xalqi mayli qanday ideyada, qanday fikrda bo'lsin, Xitoy tajovuzchilarining bu ishg'oliyatini qat'iy qabul qilmadi va ularga qarshi Sharqiy Turkistonning mustaqil holatda qilishi uchun nurg'unlagan badallarni to'ladi va ularga qarshi urush qildi. Sharqiy Turkiston xalqi shunchalik qurbonliklarni bergan bo'lsa-mu, necha yuz minglagan kishilar oxirgi tiniq qolgan qadar urush qilgan bo'lsa-mu, 5 yil davomlashgan bu qonliq urushdan keyin, ya'ni 1864-yili Sharqiy Turkistonni Xitoy tajovuzchilari rasmiy ishg'ol qilib oldi. Bu 5 yilga so'zilgan qattiq urushda nurg'unlagan ayollar, balalar va nurg'unlagan Sharqiy Turkistonning mustaqillik jangchilari bo'lib, taqriban 500 mingga yaqin Sharqiy Turkistonlik o'zining jinini Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun fido qildi. Sharqiy Turkiston xalqi bo'lgunchilikning, tafriqchilikning va o'zaro ichki jidal majrolarning zinini bo'lishiga tortib oldi. Dushmanimiz Xitoy tajovuzchilarining bo'lsa, necha yuz yillik xiyoli amalga oshdi. Xitoy tajovuzchilari Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilib, uzun o'tmay inglizlar dengiz yo'llari orqali Xitoyning ichki o'lkalarini bulang-tarang qildi va ularning shaharlariga o't qo'yibdi. Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilish faqat Xitoyning emas, ruslarning xiyoli edi. Inglizlarning Xitoylarga hujum qilishini fursat bilgan ruslar Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilish uchun hujum boshladi. Xitoy tajovuzchilari bo'lsa, inglizlarga qarshi uchun Sharqiy Turkistondagi askarlarni yutkab chiqqan edi. Bu hal qilg'uch paytda Sharqiy Turkiston azamatlardan bo'lgan Yoqubbek bir turkum yoshlarni boshlab Xitoy va rus askarlarini Sharqiy Turkistondan butunlay qo'llab chiqarmoqchi bo'ldi. Ruslar bo'lsa Sharqiy Turkistonni muhosiraga ilib olgan edi. Yoqubbek boshchiligida Sharqiy Turkiston xalqidan tashkillangan bir qo'shin ruslarning Sharqiy Turkistonga kirishini to'sib urush qilayotgan edi. Bu urush 26 kunga qadar davomlashdi. Yoqubbek Sharqiy Turkiston xalqidan tashkillangan mustaqillik jangchilari bilan oldi bilan ruslarni chekildirgandan keyin Sharqiy Turkistonda ko'p qolgan Ostondagi Xitoy armiyalarini butunlay tozalab chiqarib etdi. Shuningdan keyin Sharqiy Turkiston xalqining ruhi qaytadan shodlandi. Butun Sharqiy Turkiston xalqi bir bayroq ostiga to'plandi. Yoqubbek barliq tajovuzlarni qo'g'lab chiqqandan keyin shu vaqtdagi Osmoniy xalifasi Sulton Abdulaziz xonga bay'at berdi. Shuning bilan Sharqiy Turkiston tuproqlari Osmonli davlatining bir parchasiga aylandi. Sulton Abdulaziz xon Yoqubbekning bay'atini qabul qilib, uningga nurg'unlagan sovg'a-salom, qurol-yarog' va moddiy yordamlarni avatdi. Uning bilan birga general Kozimbek va nurg'unlagan qo'mondon va askarlarni avatib, Sharqiy Turkiston askarlarini qaytadan tarbiyalab, Sharqiy Turkistonning mustaqillik qo'shinini qaytadan qurib chiqish, tarbiyalash va tartiblash uchun bir qo'shin avatdi. Bu Osmonli davlatining qo'shini Sharqiy Turkistonga yetib kelgandan keyin Sharqiy Turkiston xalqi nihoyat xushal bo'ldi va ularni qizg'in kutib oldi. Sharqiy Turkistonning barliq masjidlarida Sulton Abdulaziz xonga atab xutbalar o'qitildi va Osmonli tangilari besib tarqatildi. Shuningdan keyin Sharqiy Turkiston xalqi toki 10 yilga qadar xotirjam va rohat yashaydi. Afsuski 10 yildan keyin bizni yana bir qattiq imtihon kutib olgan edi. Ruslar boshchiligida nechilagan davlat birlashib Osmonli xilofatini yiqitish uchun hujum o'tdi. Osmonli davlati bo'lsa o'zini mudofaa qila olmas holga kelib qoldi. Buni fursat bilgan Xitoy tajovuzchilari qaytadan qo'shin avatib Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilmoqchi bo'ldi. Bu qatimmi Sharqiy Turkiston xalqi va mustaqillik jangchilari bor kuchi bilan Xitoy tajovuzchilariga qarshi tursa-mu va bu yo'lda necha minglagan qarindoshlarimiz shahid bo'lgan bo'lsa-mu, Xitoy tajovuzchilarining qo'shinini yengolmaydi va Sharqiy Turkiston qaytadan Xitoy tajovuzchilarining ishg'oliyatiga uchraydi. Bu qatim Xitoy tajovuzchilari Sharqiy Turkistonning ismini Xinjiang, ya'ni yangi ishg'ol qilingan rayon deb o'zgartirdi. Shundaqdimi Sharqiy Turkiston xalqi qo'lidan kelgan barliq imkoniyatlar bilan Xitoy tajovuzchilariga qarshi harakat
ishg'oliyatini davom qildi va Xitoy tajovuzchilarining bu ishg'oliyatini qat'iy qabul qilmaydi. Qurol va askar kuchi orqali davlatlarni ishg'ol qilg'ili bo'lishi mumkin. Xalqni qirg'in qilg'ili va zulm qilg'ili bo'lishi mumkin. Ammo bir millatning irodasini bo'ysundirg'ili bo'lmaydi. Bir millatning tarixini, urf-odatini, dinini va tarixini qat'iy o'zgartirib bo'lmaydi. Shunda qilib Xitoy tajovuzchilari Sharqiy Turkistonni rasmiy ishg'ol qilgan bo'lsa-mu, Sharqiy Turkiston xalqidan tashkillangan bir turkum azmatlar har xil yo'llar orqali partizanlik kurash qilib, Xitoy tajovuzchilarining armiyalariga zarba berishni davomlashtirdi. Albatta bu partizanlik kurashlarida nurg'unlagan kishilarning qonlari oqidi, jonlaridan ayrildi, mollaridan ayrildi, hatto farzandlarini bu yo'lda fido qildi. Toki 1933-yilga qadar bu qurbonliklar davomlashdi. 1933-yili 11-ayning 12-kuni ota-bobolarimizning to'lagan badallari, to'lagan qurbonliklari meva berishga boshlaydi. Xitoy tajovuzchilariga ilib berilgan partizanlik kurashlar kuchayib, Xitoy tajovuzchilari 1933-yili 11-ayning 12-kuni rasmiy Sharqiy Turkistondan chekindirildi va Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati qurildi. Bu Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati hech qanday bir millatning yordamiga erishmay turib, hech qanday bir davlatning yordamiga erishmay turib, faqat Sharqiy Turkiston xalqining badal to'lishi, qurbonlik berishi orqali qurilib chiqdi. Biz Sharqiy Turkiston xalqi tarixdan beri dushmanlarimizni o'z kuchimizga tayanib chekindirdik va davlatimizni o'z qo'limiz orqali qurdik. Buningdan keyinmi yana shunday davomlashadi. Bizga Sharqiy Turkistonni hech qanday bir millat, hech qanday bir davlat mustaqil qilib bermaydi. Bizga hech qanday bir davlat qurib bermaydi. Biz o'zimiz qurbonlik berish orqali, badal to'lash orqali, ota-bobolarimizning izidan menish orqali o'z davlatimizni quramiz, mustaqilligimizga erishimiz va barliq Sharqiy Turkiston xalqi qulluq va asoratdan qutulib hürlikka, azadlıkka ve adaletke erişimiz. 1933-yili 11-ayning 12-kuni biz üçün bir azadlık, qutuluş günü bolsa, düşmanlarımız üçün bir sabah günü idi. Düşmanlarımız, yani Xitaylar ve Ruslar, Sharqiy Turkiston xalqining soni az bolsa-mu, qurolları addiy bolsa-mu, imkoniyatları cheklik bolsa-mu, soni ko'p, kuchlik, quvvatlik qurol yaroqlari ilg'or bo'lgan düşmanlar oldida qat'iy tizib hukmaydi. Düşmanlarımız bir kelgan vaqtida, ya'ni Xitoylar bilan ro'bro urushgan chaqda Xitoylarmi bizni yengolmaydi. Ruslar bilan urushgan chaqda sonimiz az bo'lsa-mu, Ruslarmi bizni yengolmaydi. Shuning uchun Ruslar va Xitoylar ittifoqlashishga boshladi. Necha 100 yillardan beri Ruslar bilan Xitoylarning munosabati yaxshi bo'lmasa-mu, o'zaro dushmanchiliklari bo'lsa-mu, Sharqiy Turkiston masalasiga kelgan chaqda Xitoy va Ruslar qaytadan ittifoqlashdi. Chunki Ruslar Sharqiy Turkistonning mustaqilligini qabul qilmaydi. Chunki Ruslarning qo'lida O'zbek, Qozoq, Qirg'iz va shuningga o'xshagan turkiy millatlarning yurtlari ishg'ol qilingan edi. Agar Sharqiy Turkiston mustaqilligi davomlashsa, Ruslarga qattiq tahdid bo'ladi. Turkiy millatlar, ya'ni O'zbeklar, Qozoqlar, Qirg'izlar Sharqiy Turkiston xalqiga o'xshash umidlanib Ruslarga qarshi, Ruslarning ishg'oliyatiga qarshi qo'zg'olon chiqarib, Ruslarni chekintirdi. Shuning uchun mayli qanday badal to'lashdan qat'iy nazar Sharqiy Turkistonning mustaqilligini Ruslar qabul qila olmaydi. Shuning uchun Ruslar va Xitoylar turli hili nayronlar bilan Sharqiy Turkistonning mustaqilligini oxirlashtirib, qaytadan ishg'ol qilish uchun hili mekrlar va planlar tuzishga boshladi. Sharqiy Turkistonning tuprog'ini Xitoy tajovuzchilari qo'shib oladigan, ammo barliq boshqarish huquqlarini Ruslar ustiga oladigan holatda to'xtamlashib, Sharqiy Turkistonga qaytadan ittifoqdosh qo'shinlar bilan hujum boshladi. Bu ikki ittifoqdosh shaytoniy qo'shin oldida Sharqiy Turkiston xalqi yana ojiz keldi. Sharqiy Turkiston yana qaytadan Rus va Xitoylar tomonidan ishg'ol qilindi. Ammo uzoq bo'lmay Ikkinchi dunyo urushi bo'lib, Germanlar Ruslarga hujum qildi. Germanlarning Ruslarga qilgan hujumini fursat bilgan Xitoy Sharqiy Turkistondagi qolgan ruslarni butunlay qo'g'lab chiqarib, barliq egilik huquqlarini va tuproqlarini o'z changilig'iga kirgizish uchun ruslarni qo'g'lab chiqadi. Ishlar ruslar kutgandek bo'lmadi. Hem Germanlarga, hem Xitoylarga tangla taqobil tura olmaydiganligini bilgan ruslar amalsiz Sharqiy Turkistonni Xitoylarga topshirib chekindi. Ammo ruslar yer osti boyliqlari mo'l bo'lgan Sharqiy Turkistondan asla voz kechmaydi. Shunglashqa Stalin yana har xil hili nayronlar bilan bir yoqdan vaqt o'tish, ya'ni Germanlarni chekindirib bo'lgandan keyin Sharqiy Turkistonni qaytadan ishg'ol qilish uchun Sharqiy Turkistondagi Xitoy va Ruslarga qarshi urush qilayotgan kuchlarga Rossiya moddiy va ma'naviy jihatlardan, hatto qurol-yarog' jihatlardan yordam berishga boshladi. Bu orqali Rossiya ham Sharqiy Turkiston xalqini ham Xitoylarni ojizlashtira oladi, ham vaqt o'ta oladi. Xitoy va Ruslarning tajovuzlariga bo'yin egmay kurash qilayotgan, urush qilayotgan jangchilarning beshida Alixon To'ra bor edi. Alixon To'ra Ruslarning bu hil-mekrini yaxshi bilsa-mu, Ruslardan foydalanib turib Xitoy tajovuzlarini chekindirish va Sharqiy Turkiston ozodlik armiyasini kuchlantirish uchun Ruslarning yordamini qabul qildi. Yana bir tarafdan tajovuzchilarning ishg'oliyatiga qat'iy rozi bo'lmagan
Sharqiy Turkiston xalqi tarafidan Altay burkutida nom olgan Osman Batur Xitoy va ruslarga qul bo'lishni xohlamaydigan, adolat va mustaqillik uchun o'limga bay'at bergan yigitlar bilan birlikda o'zidan 10 hassa ko'p bo'lgan, ig'ir tipdagi ilg'or qurollar bilan qurollangan Xitoy tajovuzlariga qarshi qonliq kurash qilyotdi. Bu qonliq va shiddatli urush 1941-yildan 1944-yilgacha 3 yil davomlashdi. Bu jarayonda nurg'unlagan Sharqiy Turkiston xalqi qurbonlik berdi va jonlaridan, mollaridan ayrildi. Albatta bu jarayonda Xitoy tajovuzlari Sharqiy Turkiston xalqining bu jasoratidan, irodasidan qo'rqib Sharqiy Turkistondan butunlay chekinib ketdi. Allohning yordami va mo'jizasi bilan necha 10 yillik bu qonliq janglarda Sharqiy Turkiston xalqining soni nihoyatda oz bo'lsa-mu, imkoniyati cheklik bo'lsa-mu, har yili necha 100 minglab insonlarimiz shahid bo'lsa-mu, och va yalang'och qolsa-mu, jang maydonlarida to'nglab o'lib ketsa-mu, butun dunyo millatlari, butun dunyo davlatlari va xalqlari tomonidan yordamsiz yolg'iz tashlab qo'yilsa-mu, o'z irodasidan qat'iy voz kechmadi va Alloh yo'lida mustaqillik uchun jang qilguvchilar tugab ketmadi. Shunda qilib necha avlod qilib qurbonlik berib, qo'g'dilib kelayotgan muborak Sharqiy Turkiston tuproqlarida 1944-yili 11-oyning 12-kuni Alixon To'ra boshchiligida Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati qaytadan qurilib chiqdi. Sharqiy Turkiston xalqining jasoratini, fidokorligini ko'rgan Sharqiy Turkiston xalqidan necha 10 hassa ko'p va necha 10 hassa kuchli bo'lgan, moddiy imkonlari to'liq bo'lgan Rus va Xitoylar Sharqiy Turkistonni qurol va askar kuchi orqali ishg'ol qilib bo'lmaydiganligiga tamoman ishondi va to'liq chekinib chiqdi. Va hatto Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatini e'tirof qilganligini, buningdan keyin Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilish uchun askar avatmaydiganligini, hujum qilmaydiganligini bildirdi. Shuningdan keyin Xitoylar va Ruslar Alixon To'rini chaqirib, o'zaro bir-birsiga hujum qilmaydigan, bir-birining mustaqilligini e'tirof qiladigan, haq huquqlariga hurmat qiladigan kelishimlarni tuzish uchun Alixon To'rini o'z yurtlariga da'vat qildi. Afsuski, Ruslar va Xitoylar Sharqiy Turkiston xalqini jang maydonida qat'iy yengilmaydiganligini bilgan bo'lsa-mu, ustal ustida, ya'ni siyosat maydonida qiltaq qurish orqali Alixon To'rining qo'dug'ishlarini shahid qilib, Alixon To'rini bulab kechib ketdi. Alixon To'rini bulab yo'qotish orqali Sharqiy Turkiston xalqini qaytadan bo'lginchilik, tafriqchilik va ichki jidalga boshlash orqali Sharqiy Turkiston xalqini parchalab yutmoqchi bo'ldi. Alixon To'ri bulab ketilib, hayotining oxiriga qadar Rus va Xitoy turmalarida hayotini oxirlashtirdi. Dushmanlarimiz ana shundoq pastkash, hiligar va numussiz. Öz maqsadiga yetish uchun hech qanday vosita tanlanmaydi. Qilgan so'zida, va'dasida qat'iy turmaydi. Shunchalik jahilki, mayli qanday mag'lubiyatga, qiyinchilikka uchrasin, Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilish uchun aslo voz kechmaydi. Ammo ular bilmaydiki, biz Sharqiy Turkiston xalqi ham eng oxirgi bir Sharqiy Turkistonlik qolgan qadar qulluqqa va tajovuzchilikka, ishg'oliyatga qat'iy rozi bo'lmaymiz. Xalqimizning, vatanimizning hurligi va mustaqilligi uchun eng oxirgi bir tomchi qanimiz qilgan qadar, shahid bo'lgan qadar bu kurashni davomlashtiramiz va Allohning izni bilan cho'qim g'alaba qilamiz. Shunday qilib, Alixon To'ra qochirilgandan keyin uning o'rniga Ahmadjon Qosimi Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatining Cumhurbaşkanı bo'lib saylandi. Ahmadjon Qosimi Ruslarning maktablarida o'qib tarbiyalanganligi uchun va Ruslarga moyil shaklda Sharqiy Turkistonda siyosat yurgizganligi uchun bir turkum xalq tomonidan Ruslarning jasusi deb qaraldi. Yana bir tarafdan bo'lsa, Ahmadjon Qosimning tushunchisida Ruslarga qarag'an chog'da Xitoylar nihoyat xatarli bo'lib, Xitoylar chegara jihatdan Sharqiy Turkistonga nihoyat yaqin va soni bek ko'p. Agar Xitoy tajovuzchilari bir amal qilib Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilib olsa, milyonlagan Xitoylarni yerlashtirib, Sharqiy Turkiston xalqini qirg'in qilib, mollarini bulang-talang qilib, Sharqiy Turkistonni Xitoy yurti qilib oladi. Ruslar bo'lsa, Sharqiy Turkistonga chegara jihatdan nihoyat yiroq va soni oz. Uning ustiga Ruslarning qo'lida Qozoq, Qirg'iz, O'zbek va shunga o'xshagan turkiy millatlarning yurtlari ishg'ol qilingan. Ruslarning uzoqqa bormasdan parchalanib vayron bo'lganligiga ishongan Ahmadjon Qosimi Xitoylarga qaraganda Ruslarga mayilroq siyosat ilib boradi. Ammo uning bu fikrini nurg'unlagan kishilar qo'llamaydi. Chunki Sharqiy Turkiston xalqi nihoyat dindor bo'lg'achqa, Allohning dushmanlarining hammasi o'xshash, tajovuzchilarning hammasi o'xshash, bir-birisidan hech qanday farqi yo'q deb Xitoy va Ruslarga o'xshash muomala qiladi. Shunday qilib Ahmadjon Qosimining Cumhurbaşkanligi 5 yilga qadar davomlashdi. 1949-yili Ruslarning yordami bilan Mavzudun Xitoy hokimiyatini qo'lga oladi. Mavzudun kommunist, Ruslarmi kommunist bo'lganligi uchun ularning ittifoqi do'stligi qaytadan boshlandi. Ruslar va Xitoylarning ittifoqi, ya'ni Sharqiy Turkiston texnik qurug'ili uzun bo'lmagan Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatini qaytadan yiqitib tashlab, Sharqiy Turkiston tuproqlarini Xitoylarga qo'shib bermoqchi. Xitoylar bo'lsa, har yilda Ruslarga nurg'unlagan to'lam to'lamoqchi bo'ladi. Shunday qilib Stalin plan tuzishga boshlaydi. Mavzudun Xitoy hokimiyatini qo'lga olganligini tabriklash marosimida Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatining Jumhur raisi Ahmadjon Qosimi
ve onundan başka nurg'unlagan davlatlarning raislerini yig'ilishga taklif qiladi. Stalinning qattiq da'vati bilan Mavzudongning bu chaqiriqiga Ahmadjon Qosimi va nurg'unlagan davlat raislari ovoz qo'shdi. Shunday qilib Ahmadjon Qosimi boshchiligida Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatining muhim odamlaridan bo'lgan bir necha yildan aeroplan bilan Xitoyning Beyjing shahriga qarab yo'lga chiqdi. Uzun o'tmay aeroplanning Bayko'l atrofida tushib ketganligini ve aeroplandagilarning hammasining vafot bo'lganligi xabari tarqaldi. Bir zamonlar ruslarning josusi deb qaralgan Ahmadjon Qosimining ruslar va xitoylarning qatnashishi bilan o'ldirilganligi Ahmadjon Qosimining josus emasligining dalili bo'ldi. Uningdan boshqa Ahmadjon Qosimi va atrofidagilarning o'ldirilgandan keyin bir oyga bormay turibla 1949-yili 9-oyning 25-kuni necha yuz minglagan rus va xitoy armiyasi qaytadan Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilish uchun hujumga o'tdi. Xitoy va ruslarning necha 10 yillik tajovuzchilik urushidan olgan tecrübeleri ve uzun yıllık tayyorlik orqali necha yuz minglagan Sharqiy Turkiston xalqini va azadlik jangchilarini shahid qilish orqali yana qaytadan Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilib oldi. Yana necha yuz minglagan shahidlarning bolalari va ayollari Sharqiy Turkistondan hijrat qilib chiqib ketishga majbur bo'ldi. Shundan keyin yana Sharqiy Turkistonning erkaklari Xitoy va Ruslarning tajovuzlarini qabul qilmay partizanlık uruşlarını davam qilgan bolsa-mu, ko'rinarli natijaga erisholmaydi. Shuning bilan Xitoy va Ruslarni titratgan, ularning yuraklariga qo'rqinch solgan Sharqiy Turkiston xalqi tarafidan Altay Burkiti deb nom olgan Osman Baturmu Xitoy tajovuzlarining quliga tirik holda tushib qoladi. Xitoy tajovuzchilari Osman Baturni nurg'unlagan pul mol va huquq berish badaliga o'zlariga xizmat qildirish uchun tirishgan bolsa-mu, Osman Batur buni qat'iy rad qildi. Oxirida Xitoy tajovuzchilari amalsiz Osman Baturni o'lim jazosiga hukm qildi. Osman Batur Xitoylar tarafidan o'ldirilishdan burun, "Ey Xitoylar, bugun balki Osman Baturni o'ldirishinglar mumkin. Ammo buningdan keyin xalqim tarafidan necha minglagan Osman Baturlar maydonga keladi. Senlarni bu mübarek zemindan hamon bir kuni qo'llab chiqaramiz. Dunyo barli bo'ladi ekan, mustaqillik ko'rishi davomlashdi" degan edi. Shuningdan keyin ta bugun bizning davrimizga kelgunga qadar qo'limizdan kelishicha, taqtimizning yetishicha Xitoy tajovuzchilarining tajovuzchiligiga, zulmga qarshi imkoniyatimizning berishicha qarshi turib kelyapmiz. Ammo biz hiçbir zaman ata-bobolarimizning to'lagan badallarining 100dan 1ni to'lab bo'lolmadik. Ata-bobolarimizning qo'lga keltirgan natijalarining 100dan 1ni qo'lga keltirib bo'lolmadik. Biz mayli qanchalik badal to'layli, o'zimizning to'lagan badallariga, qilgan ishlarimizga minnat qilmasligimiz, o'zimizdan faxrlanmasligimiz, qilayotgan ko'rishimizga shukr qilmasligimiz kerak. Buningdan muashirib, taki Xitoy tajovuzchilari Sharqiy Turkistondan butunlay supurib tashlanganiga qadar Sharqiy Turkiston xalqi butunlay hurlikka, mustaqillikka erishganga qadar, Sharqiy Turkistonda adolat hokim bo'lganiga qadar bu ko'rishimizdan qat'iy to'xtab qolmasligimiz, o'zimizning borligini, har bir tiniqini, har bir kecha kunduzini Xitoy tajovuzchilarini qanday qilgan chaqda Sharqiy Turkistondan qo'g'lab chiqaradiganligimiz to'g'riliq o'ylanish, izlanish va harakat qilish bilan o'tkazishimiz kerak. Mana bu haqiqiy hayot, haqiqiy ota-bobolarimizning izidan manganlik bo'ldi. Ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Allohga emanet.